Kirish. Nega men aynan ayollar uchun kitob yozishga jazm qildim? Sarmoyalash bilan qanday shug'ullanish, qanday ijarali ko'chmas mulkni sotib olish, aksiyalarning tanlovi, sarmoyalangan mablag'dan qanday yaxshi daromad olish mumkin? Bu savollarga erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham bir xildagi javobni olish mumkin. Qimmat qog'ozlar yoki ko'chmas mulk bo'ladimi? Sotish, sotib olish, egalik qilishmi yoxud uyni ijaraga berishmi? Bu jarayonlarning amalga oshirish jins tanlamaydi. Nega bo'lmasa sarmoyalashdagi boshqaruv haqida aynan ayollar uchun alohida kitob yozish kerak bo'lib qoldi? Chunki pul aralashgan hamma sohalarda muomala qilishda ayollar va erkaklar o'rtasida tafovut azaliy ruhiy va hissiyotlardan kelib chiqib hamisha bor. Aynan shuning uchun ham ko'pchilik ayollar sarmoyalash va pul boshqaruvi borasida to'liq tushunchaga ega emaslar. Jinslarga bo'lish aynan ularga tegishli va shuning uchun ham ayollarga bag'ishlab bu kitobni yozishga qaror qildim. Menga nima qilishimni o'rgatishsa, chidamay ketaman. Kitobning sarlavhasi qalbim qichqirig'idir. Bir kuni biz erim va bir necha do'stlarimiz bilan tushlik dasturxonida birga o'tirib qoldik. Suhbat mening kitobim haqida keta boshladi. Kitob nomi darrov o'ylab topildi. Boy ayol. Ammo kitobning sarlavhalari hali yo'q edi va bu borada g'oyalarimizni o'rtaga tashlay boshladik. Shu payt Robert menga o'girilib qaradi-da so'rab qoldi. Aytchi, sen nega bunchalar moliyaviy erkinlikka intilyapsan? Bu birdan xayolingga kelgan narsa emas. Sen buni doim xohlab kelgansan. Sening bu intilishing qalbingning qayeridadir yangrayapti. Seni erkin bo'lishga nima chorlayapti? Aytchi, nima seni harakatlantiryapti? Yonimda dugonam Syuzi o'tirgandi. Biz asosan bir xilda fikrlaganimiz uchun bir-birimizga bir qarab olib, baravariga baralla javob berdik. Menga nima qilishimni o'rgatishsa, chidamay ketaman. Shuningdek, bizning ustimizdan hukm o'tkazishganda qanchalar yoqmasligi va bundan keyin bunday bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz haqida gapirdik. Menimcha, ko'pchilik ayollar gap nima haqida ketayotganini tushunishsa kerak. Ular qatorida siz ham. Biz so'zimizni tugatib indamay qolganimizdan so'ng men o'tirganlarga nazar tashladim. Ular jilmayib o'tirishardi. Sen kitobingga sarlavha ham topganga o'xshaysan, dedi Robert. Yoshlik paytimdan men hamisha shunday bo'lganman. Ko'rsatmalar bo'yicha ishni bajarishga bo'lgan salbiy qarashim bolalar bog'chasidan boshlangan. Menchalik ko'p jazo olib, bog'cha koridorida tik turgan bola bo'lmagan bo'lsa kerak. Tushlikdan keyin uxlashni istamasdim. O'ynash uchun tashqariga intilardim. Ertak eshitishni xohlamasdim va bo'yoqni mo'yqalam bilan emas, barmoqlarim bilan qog'ozga chaplardim. Bog'chada beriladigan eng o'ng kelgan ovqatni yeyishni ham xush ko'rmasdim. Tarbiyachilar meni o'z boshimcha deb atashardi. Menga esa shunchaki aytilgan narsani qilish yoqmasdi xolos. Kollejdan so'ng meni 2 bor birinchi ish joyimdan bo'shatishdi. Tasavvur qilib ko'ring, 2 bor o'sha ish joyidan bo'shatildim. Men juda o'rganishni istaganim uchun 2-chi bor ishga qabul qilishgandi. Ammo 2-chi urinish ham zoye ketdi. Gap shundaki, men ko'p savollarga javobni bilardim. Qon bilan kirgan jon bilan chiqadi. O'zimga o'ta ishonishim va ko'rsatmalar bo'yicha ishlay olmasligim tufayli o'sha kompaniyada muvaffaqiyatga erisha olmasdim ham. Hatto menga foydasi tegadigan ko'rsatmalar bo'lsa-da, men rad etaverardim.